Bismillahirrahmanirrahim. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Bir necha sahih hadislarda jannatning purqini purash tilga ilingan. Masalan, Anas ibn Nazr radhiyallohu anhu jangga atlanganda jannatni xohlayman. Atam Nazrning Rabbi bilan qasamki, men Uhudning yanida jannatning bo'yini puravataman degan. Bu sahoba jannatning purqini burni bilan purab ola olgan bo'lishimi ehtimol. Olimlardan bu hadisni zohiri bo'yicha tushunganlarmi bor. Ya'ni Alloh taolo jannatning purqini jang maydonlarida paydo qilib bergan. Sahih hadislarda uning idini 500 yillik musofatdan keltirilganligi ko'rsatilgan. Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi mundaq deydi: Jannatning purqi ikki turlik bo'ladi. Biri dunyoda bo'lib, buni bandalar purmasimi, arvohlar ba'zi puraydi. Yana biri xuddi gul chechaklarning purqini purganga o'xshash purash a'zolari orqali puriladigan puroq bo'lib, buni jannat ahli oxiratda yaqindan amiroqdan puraydi. Ammo dunyoda bo'lsa, uni Alloh xohlagan payg'ambarlar puraydi. Anas ibn Nazr radhiyallohu anhu purgan puroq mushu turdagi puroq bo'lishi mumkin. Birinchi turdan bo'lishi mumkin. Yana ba'zi olimlar buni haqiqiy purash emas, o'qishtish deb tushungan. Ya'ni Uhudning yanida o'ltirilish, jannat kirgizadigan va uning nozi ne'matlariga nail qiladigan, hidini ola oladigan ish demakchi. Yoki haqiqatan bir xil xushpuroq purgan bo'lib, bu xushpuroq uningga jannatning xushpuroqini eslatgan bo'lishi mumkin. Va yoki jannatga mushundaq joylarda jihad qilish orqali erishkil bo'lganligini yodiga olib, shundoq his qilgan bo'lishi mumkin. Yuqoriqilarning hammasi ehtimolliq. Vallohu alam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh.